Hozir usta akalarimizdan qanday shpaklovka ishlatishlarini birma-bir so'rab chiqamiz. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Yaxshi. Bitta shpaklovka ishlatadiganingiz brendining ismi va nima uchunligining bitta sababi. Masalan, polimerli shpaklovka Ishlatasiz. Sababi? sababi devorni silliq qiladi, tekis qiladi. Surtishga yaxshi. Surtishga oson, Rahmat. sifatli. Sifatli. Assalomu alaykum aka. Tarjimonsiz, sizlarmi? Bitta ishlatadigan shpaklovkangiz nomini va nima uchunligini bitta sababini aytsangiz. ishlatadigan passiyani ishlatadigan shpaklovkam nima? Eleron. Eron, bitta Sifati sababi ham yaxshi. Narsa ham yaxshi. Effektni ham yaxshi effekt beradi. surtilishga yaxshi surtiladi. Rahmat. Assalomu alaykum aka. Yaxshimisiz? Tarjimonsiz. Qaysi shpaklovkani ishlatasiz va nima uchun? Eleron shu necha yildan beri Eleron ishlatamiz. Yaxshi, hozircha qo'shirman. Sifat yaxshiligi uchun. Yaxshi.